odamzodga to'g'ri yo'ldan yuradigan oyoqlar emas, o'ng va chap oyoqlar berilgan. Qaysi yo'lni tanlab yurish esa uning o'ziga bog'liq. Hayotning har bir ko'rinishida kechagi kun sabog'i, bugunning shiddati va kelajakning alomati bor. Hayotning mo'jaz tafsiloti esa hikoya. Qissadan hissa. Hikoya hayotiyligi bilan qadrli. Undagi voqealar ko'z o'ngingizda davom etadi. G'ujurli odam. Hammasi ko'z o'ngimizda. Bugun jamiyatning qimirlamagan jabhasi qolmadi. Hayotimiz shunday bo'ldi. Uyg'onish va faqat uyg'onish bilan ifodalash mumkin buni. Bolaligimizda kattalarning bir gapi bo'lardi. Bola zoti quv bo'ladi, uyg'onganidan keyin ham turishga ko'zi qiymay erinib, otasi tayinlagan ishlarni qilishni o'ylab, picha cho'zilib yotadi. Ayni shu erinchoqlikni yengib turishing kerak. Faqat uyg'onish bilan ish bitmaydi. Hamma gap o'rningdan tura olishingda. Shu taxlid gaplar eshitilaverganidan keyin o'sha quv bolalik ham birdaniga emas, asta-sekin ulg'ayadi. Ko'rganlari, bilganlari bilan voyaga yetadi. Ko'rgan bilgani nima bo'ladi dersiz? O'sha asta-sekinlikning ham me'yori borligini bilish bu. Shu me'yordan keyin asta-sekinlikdan darak qolmasligi, barcha harakatga, shijoatli harakatga aylanishini anglash bu. Ne ajabki, jamiyat ham shunday, odamga o'xshaydi. Tabiat esa o'zining tabiiyligini namoyon qilish bilan andarmon. Bugungi kunda jamiyatning ko'pgina qatlamlarida shunday holat. Uyqudan uyg'onishga uyg'ongan, lekin qilinadigan ishlar ko'lamiga oid tasavvur zalvoridan ko'z qo'rqog'u qo'l botir bo'lishiga qadar muddatdagi o'rindan turishgacha bo'lgan holat kuzatilayotganiga o'xshab ketadi. Bunda rahnamoning shijoati alohida ahamiyat kasb etayotgani shubhasiz. Bu shijoatning yoqimli, yuqumliligi esa teran islohotlarni, ko'zlarni quvnatuvchi manzaralarni yaratadi. Oddiylikka, kundalilikka ko'nikkan fikrlash tarzida favqulodda mohiyat paydo bo'ladi. Hazilakam jarayon emas bu. Asli qanday bo'lishi kerak edi? Aslida shunday bo'lishi kerak edi. Ko'zlar shunchaki quvnayvermaydi. Buning uchun avval o'zini qiynagan odamning aqli shoshib qolishi kerak bo'ladi. Tafakkuridagi shu o'zgarishlardan keyin yaratuvchan faoliyatidan zavq oladi odam. Shijoatning yoqimli, yuqumliligiga ham ayni shu jarayonda elu yurtning bugungi baxtiga aylanadi. Shu hammasi. Xalq ta'limi vaziri millat miqyosidagi fikrlarni asosladi. Taklif sifatida bayon qildi. Foiz emas, baravar miqyosda ko'tarilishi kerak bo'lgan kasb faoliyati va turmush tarzini aniq misollar bilan ifodalab berdi. Ommaviy axborot vositalarini kuzatgan, ijtimoiy tarmoqlarga kirgan, ko'rgan biladi. Bu jarayon bugun barchaning faol kuzatuvida, barchaning ko'z o'ngidagi qimirlashdan yuksalishga ko'chayotgan sa'y harakatlar umum e'tirofida namoyon bo'lyapti. Men ham ko'p qatori shu jarayon ichraman. Ko'z ko'rayotgan, quloq eshitayotgan o'zgarishlardan mutaassirman. O'z-o'zidan esga tushgan hayotiy manzaralar o'laroq. Nima ham qilardim? Beixtiyor olislarga, to'g'rirog'i, yillar ortidagi o'smirning mustaqil hayotdagi ilk qadamlariga qaragim kelib qoladi. O'qishga kirish uchun shaharga kelaverib, 2 yilda 2 marta yiqilgan abituriyent, 3-yili kunduzgi bo'limda yiqqan ballari bilan sirtqi o'qishga ilinib qolganiga ko'zim tushadi bunda. Sirtqi bo'lim talabasi o'zicha sirtdan o'qishni o'qish deb bilgisi kelmas. Uning tasavvuridagi haqiqiy o'qish kuni bilan qaynab bilim olish degan edi.
boshqasini esa o'zining ilojsiz vaziyatdan farqli o'laroq o'qish sanagisi kelmasdi. Ich-ichida g'ujur bor edi uning. Gajirlikdan shunday bo'lardi. Boshqa biror sababning o'zi yo'q. Keyinchalik bilib qoldi. G'ujurning, gajirlikning ham bo'lgani yaxshi ekan. G'ujuri yo'q odamlardan o'rgandi buni. Nimasini aytsin? Ilmliq odamlar ham ko'pdi bu hayotda. Xullas, sirtqi bo'lim talabasi navbatdagi uyat bilan qishloqqa qaytib, baribir o'qishni kunduzgiga o'tkazishim kerak deb ich-ichini yeb yurgan kunlarning birida qishlog'idagi maktabdan ajralib chiqqan yangi qo'shni qishloq maktabi direktori Shakarboy aka Qarshiboyev birovdan uni chaqirtirib yuboribdi. Bir kep ketsin debdi. Gap bor debdi. Sirtqi bo'lim talabasi direktorning oldiga bordi. Direktor bir paytlar uni o'qitgandi. Menga ishga kelsang degandim. Mana o'qishga ham kirgan bo'lsang, maktabda kimning qanday o'qiganini bilaman. Bizda bolalar va o'smirlar yetakchisining o'rni bo'sh. Bitta butun shtat. Oyligi otning kallasiday emasligini aytmasam ham bilasan. Lekin ishga bir oyog'ingni ilintirib olsang, keyin qolganini ko'raveramiz. Pulingni imkon qadar ko'paytirish chorasini ham ko'ramiz, sekin-sekin. To'g'risini aytsam, yangi maktabda ishni boshlab, pedagogik jarayonni yo'lga qo'yib olish oson ish emas. Shundan kelib chiqib, hammasini oldindan aytib olganim durust. Albatta, ishing ko'p bo'ladi, oson emas. Oson joyda non yo'q. Lekin keyin hammasini vaziyatga qarab ko'raverardik. Birga, nima deding? Dedi maktab direktori gaplarning oxirini savolga o'xshatib tugatib unga qararkan. Ha, taklif, masala ham, maslahat ham jiddiy. Sirtqi bo'lim talabasi o'ylanib, beixtiyor ko'zlarini bir nuqtaga qadab qolganida direktor gapini kelgan joyidan gapirayotgandek bo'lib davom etdi. Otangdan so'radim. Pedagogni bir qarashda tushunadi. Oldin otang bilan maslahat qildim. Bekor yurmasin dedim. Otangga shogirdman men axir. Ma'qul dedi otang. Yaxshi qilibsan dedi. Ana endi o'zing ayt. Istasang maktabni aylanib ko'r. Albatta, tipovoy emas maktabimiz. Bir tomoni qurilishimiz davom etayapti. Bir o'ylab ko'ray ustoz, dedi axiri sirtqi bo'lim talabasi. Ish deganning o'zi bo'lmaydi. Hali yoshmiz, biror joyda ishlab ko'rmaganmiz. Qolaversa, mana otamdan ham so'rabsiz. Otam bugun kechga bir maslahatim bor sen bilan degandi. Demak, hamma gap shunda. Shu tariqa o'zicha sirtqi o'qishni haqiqiy deb bilmagan sirtqi bo'lim talabasi maktabda ishlay boshladi va tez orada maktabning harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Bolalar va o'smirlar bilan ishlashning zamonaviy shakllarini o'ylab topdi. Bolalar bilan birga tadbirlar tashkillashtirdi. O'zini ko'rsatishga uquvsiz bo'lgan, qolaversa o'zini namoyon etishni kekkayish deb bunday qilmaslikni ma'qul ko'ruvchi qishloq bolalariga jon kiritdi. Har bir sinfning o'z redkollegiyasini tashkil qildi. Har bir sinfdagi yaxshi yomonni aks ettirishi kerak edi. Devoriy gazeta. Maktabdagi devoriy gazetalar ta'lim-tarbiya dargohi hayotining haqiqiy ko'zgusiga aylandi. Direktor aytgani rost. Qishloq o'rtasidagi bir qavatli kamtargina yangi maktabda ish ko'p edi. Ustiga ustak, maktabning bir korpusigina ishga tushirilgan. Ikkinchisi, asosiy bino qurilishi davom ettirilayotgandi. Ish ko'p edi. Ayni navqiron yoshdagi bolalar va o'smirlar yetakchisi uyga kelib, ovqatdan keyin cho'zilib qoladigan bo'ldi. Rostdan ham charchab, boshi g'ovlab ketardi uning. Har kuni kechqurun jo'ralari bilan ko'chaga chiqib ketardi. Kinolarga ham bormay qo'ydi. Charchayapti bolam bechora,
deydi onasi. Otasi esa o'ziga xos yasama qo'pollik bilan g'udranadi. Qo'y, ishlasin. Burni terlab ishlashning o'zi bo'lmasligini bilsin. Non topish kerak-ku. Shundoq ham hali kechasi turib oladi. Ertalabgacha chirog'i yoniq bo'ladi. Bir narsalarni yozadi, deydi. Bir kuni direktor uni xonasiga chaqirdi. Olayotgan puling shuncha ishingga, tinib tinchimasligingga yarasha bo'lyaptimi? Bilib turibman, lekin ilojimiz shu. Belgilangan oylik shunday. Lekin men bir narsani o'yladim. Bilasan, oliy ma'lumotli mutaxassis kam. Borlari ham bundayroq. 5-sinfning rahbarligini olasan. Yo'q, dedi sirtqi bo'lim talabasi. Mening ham ma'lumotim hali oliy emas-ku. Bu yog'ini so'rasang, tuman xalq ta'limi bilan maslahat qildim. O'qiyotgan bo'lsa, mumkin deyishdi. O'zingning sohang, tarixdan ham soat berishi mumkin bo'ladi hali. Direktor qolganiga aniqlik kiritmadi. Asli shart emasdi ham bu aniqlik. Negaki sirtqi bo'lim talabasiga hammasi ayon edi. Shu tariqa sirtqi bo'lim talabasi umrida birinchi ishxonasidagi ishini boshlab oldi. Ehtimolki, bir qarashda uning ishga joylashuvi mana shunday silliqqina kechgandir ham. Ehtimolki, bu silliqqina ko'ringan ishga joylashuvning o'zida hammasi hamisha ham shunday bo'lavermasligi haqida nozik bir ishora bo'lgandir-u, lekin bu haqda bandai ojiz ilg'amagan bo'lib ham chiqar lekin. Ayni shu lekindan keyin gaplar va tafsilotlar hali oldinda ekani shubhasiz albatta. Nima bo'lganda ham oldindagi gaplarning oldinda ekani rost. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Negaki bugunning imkonida bugunning yumushlari bo'ladi axir. Unda ertangi kunning ayrim alomatlari ko'rinishi mumkin. Lekin bugungi kunning o'zida ayni bir vaqtda ertangi kun vojib bo'lmasligi ham rost. Ertangi kunning o'z mavridi bor axir. Bu mavrid o'zining hukmi bilan bugun deb ataluvchi kunga aylanadi hali. Qissadan hissa. Hikoya hayotiyligi bilan qadrli. Undagi voqealar ko'z o'ngingizda davom etadi.